Assalamu alaykum hörmətli anlıqçılar, xeyirli günlər. Yazğıcı Yasincan Sadıqçıoğlu'nun Bahadırname namlıq romanının davamını anlayırsınızlar. Kəndarlik davunidan əsken quru şamal canğı huzur beg'ishlaydi. Boburning sarkard lashkarlarini boshlab kelib bu yerda saqlab turganiga bugun 2 kun bo'lgan edi. Saqlab verib taq bo'lgan Bobur davonning egiz yerga chiqib Ahangran vodisi tarafga pat-pat qaraydi. Vujudini umid bilan umidsizlik aralashgan abjash tuyg'ular chirmab olgan edi. Aslida ular to'nigillik bo'lish kerak edi. Tağam vədisini yeni olganmı deyə. Hər qancha bo'lsin undaq tuturuqsizlik qilmas. Qosimbek Qovchan xeyli ishonchli xabar olib kelgan emasmidi? Bobur Qosimbek Qovchanni Toshkentga avatib, tog'asi Sulton Mahmudxondan yordam so'ragan. Uni lashkar boshlab kelib, Andijonga yurish qilishga da'vat qilgan edi. Xushxabar oliylari Sulton Mahmudxon oliylari iltimoslarini qabul qilib, Andijonga lashkar tortishga ma'qul bo'ldi. Ular Ahangran dalasi bilan borimiz, Kandarlik davonida uchrashayli deydi degan edi. Xo'jandga qaytib kelgan Qosimbek Qovchan. Shu topda Bobur tog'asi Sulton Mahmudxonni saqlab o'tdi. Pat-pat yiroq-yiroqlarga bo'yindab qaraydi. Shu asnoda Chaparman yugurib kelib salom berdi. Ma'lum bo'lg'ay, Sulton Mahmudxon oliylari nurg'un lashkarlar bilan kelib o'tdi. Oxiri ketdi-da. Biroz xotirjam bo'lgan Bobur Chaparmanga qaradi. O'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Shundoq oliylari, yiroqdan qarashini ko'rib xabar yetkazish uchun kaynimga yandim. Ta'mimcha bir osh pishib qolmay yetib kelishi mumkin. Bobur darhol davondan pastga tushdi. O'ziga yordamlashib Andijonni Osilaning qo'lidan ep berishga kelgan xon tog'asini yaxshiroq kutib olishi kerak edi. Uning buyrug'i bilan oshpaz ustalar o'tini ko'mib qo'ygan o'choqlarga qaytadan o't yoqdi. Kavobdonlarga cho'g' tashlashga tutindi. Sulton Mahmudxonni kutib olish uchun alohida tayyorlangan shoxchedarining eshik oldidan bir o'q yetim yiroqliqcha poyandoz silindi. Poyandozning bosh tarafida tog'chi, nog'ri sunaychilar saf bo'lib turishdi. Albatta bu hasamlar bir tarafdan Sulton Mahmudxonga bildirilgan hurmat, ehtiromni ifodalasa, yana bir tarafdan Boburning shon-shavkatini namoyish qiladi. Bobur xon tog'asiga o'zini bechora, beqovul ko'rsatmaslikka tirishayotgandek qiladi. Yiroqdan Sulton Mahmudxon qo'shinining tug' alamlari ko'ringan hamon Murosimbegi nog'ri sunay chelishga buyurdi. Şadiyana ahangı ritimliq chilingan nag'ri sunay, daqudunbaq sadolari Kandarlik davonini larziga keltirdi. Bobur Qosimbek Qovchan qatorliq amir sarkarlar bilan ildam berib Sulton Mahmudxonga salom baja keltirdi. Alohida tayyorlangan bu kutib olish murosimidan Sulton Mahmudxon hayron qoldi. Vujudida katta hukmdorlarga xos shavkat paydo bo'ldi. U Boburning bunchalik hashamat bilan tayyorlik qilishini xiyoliga keltirmagan edi. Takabburlik, shuhrat tuyg'ulari xeyli besilgan Sulton Mahmudxon etidan sakrab tushib, hurmat bilan qo'l bog'lab turgan Boburni bag'riga besib ko'rishdi. Shu daqiqada uning vujudidagi suslab qolgan qarindoshlik mehri qaytadan ulg'aygan edi. Ular qo'l tutishqanicha poyandozga tang oyoq besib shoxchedariga kirishdi. Bobur tog'asini to'rdagi alohida raslangan to'shakka o'ltirg'izgandan keyin qaytadan salom berdi. Ey qadrlik o'g'lim, ota bolalar didor muloqotda bo'lganda qayda yuzingiz ziyod e'tibor qilib ketish behojat, dedi hayajonlangan Sulton Mahmudxon Boburni mehribonlik bilan o'g'lim deb atab. Kelsizlar, yenimda o'ltirsizlar. Xon oliylari ot yo'lliq tog'am ham aziz mehmonim, dedi Bobur tavazzu bilan egilib turib. Xizmatkorlik majburiyatimni ado qilib olishimga ijozat bergaylar. Sizlarning o'rinlarida bak sipohlari xizmatkorlik majburiyatlarini ado qilg'ay. Biz aron didorlashganda 2 og'iz mundishib olaydi. Ma'qul deysizlar. Nimani degan bilan o'zining bir taxt toj egisi ekanligini esiga olgan Bobur yana tuzit qilib turib olishni loyiq ko'rmadi. Adabdan amr ulug' debdikan, farmonlarga sarkashlik qilishga nima haddim? dedi Bobur va berib Sulton Mahmudxonning o'ng yonidan o'rin oldi.
Özürük anlarım bilen egicem kutluq nigar xeynəm teşliqmi? Belkim teşliqdi o, dedi Babur məyuslik bilen. Şul tapda kəmini ciyanlarımı ulanın haldan bir xəbər. Insap inim Cahangir Mirza ulanı nəzərbət qıған bolsunmu? Halıdın yaxşı xəbər ağanda o dep oylayman. Sultan Mahmud Xan oylanmayla orınsız sual sorab salğınını es qilib xijil boldu. Esim qurusun, ular Andijon demasmidi? İneleri Cahangir Mirza balalık qıpdı. Ahvaldan qarğanda başqalarını gipek kirib ketken çeği. Həmmə işlardan toluq xəbərdar Sultan Mahmud Xan şu tapda Baburğa nə təsəlli, nə vədi vermedi. Əməliyyatımı o özü bir neç qitim ləşkərdə atımı bu soğustan atlayanmay armanda yürüyen Samarqand şəhərinin hökümdarı bolğan Baburğa güç qudretini, çoğunxanlıq şəvkitini köstüb qoyuş üçün ləşkərdə atıp kəlgən idi. Yəni bir tərəfdən iki anısı bilən egecisi onunğa arq-arqadan xət yazğaşqa qulaq yopurub eləşqə amansız qalğan idi. Baburğa çın köngüldən yardım veriş xiyalı yox idi. Amma şu dəqiqədə Babur onun təsəllisiga, işənçilik vədisiga muhtac idi. Babur tağısının əmir sərkərləri arasında əmir Ləşkər Seyyid Muhammed Mirza'nın yoxluğuna alohida diqqət qildi. Tağısının xanışları Xanzadə məlikələrinin əhvalını sorab bolğandan keyin çandırmay Seyyid Muhammed Mirza'nın əhvalını soradı. Əmir Ləşkər Seyyid Muhammed Mirza muhteşaman turdu, dedi Sultan Mahmud Xan. Özünün bu qitimli yürüyüşke biz bilen birlik kelgisi var idi. Biroq Toshkentni oşundaqlı tashlab qo'yg'imiz kelmay, cho'ng Xonzoda bilan ikkisini taxsirdan o'tib qaron chiqib qo'ydik. Obdan qipla, sil bilan birlik kelgan bo'lsa ko'rishib olar ekanman. Babur ko'nglidagi afsuslikni chandurmaslikka tirishdi va Bekovul Bekka g'izo tortishni buyurdi. G'izo oraliqida Andijonga munosabatlik gap so'zlab bo'linmadi. Sultan Mahmud Xan özünün bu yerga nima maqsadda lashkar tortib kelganligini unutib qolgandek qiladi. Yani gapga o'chirashqa, parangning temisini asli maqsadga yetkazishga Boburning g'ururi yo'l qo'ymadi. Bu vaqtda eg'izashda tog'isiga ziyoda yelinib yolvorib qoldigandek tuyg'uga kelib qolgan edi. Shunga sabrchanlik bilan tog'isining otgan laplariga quloq solib jim o'ltirdi. Yeb ichib o'tiravermayli, dedi Sultan Mahmud Xan oxir eg'iz aytishga majbur bo'lib. Aytsila, yürüşünü nereden başlayımız? Alilerinin fermanını anlayman, dedi Babur kemterlik bilen. Gerçi biz tağı bolsak mı özlerine yardımga geldik, dedi Sultan Mahmud Xan qo'lidagi qirg'avul pachiqni g'ajilab turib. Yana silning yo'l boshlaganlari tuzuk. Tağısının bu gepi Baburga "Jangni o'zing qilasan, men orqangdan tomosha ko'rgach qarab turman" degandek tuyg'u berdi. Onun avval Andijonga emas, oqsiga tegish qilg'isi bor edi. Chunki u dadasining o'rniga Farg'ona taxtida o'tirgan vaqtida tasarrufidagi ikkinchi cho'ng shahar hisoblanadigan oqsini inisi Jahongir Mirzaga berib, Uznasanni oqsining hokimligiga tayinlagan edi. Shunga ularning oqsida qo'llovchilari ko'p, asosi puxta edi. Yana bir tarafdan Sayhun daryosining bo'yidagi egiz yor ustiga joylashgan oqsi qo'rg'onining sepillari mustahkam, tabiiy sharoiti yaxshi bo'lib, mudofiaga aplik, hujum qilishga apsiz edi. Navoda avval Andijonga tegish qilsa, inisi Jahongir Mirza Uzun Hasan, Ahmad Tanbal qatorli sarkarlar bilan oqsiga qechib berib, mudofia qilib olsa, ularni bosh egdirmak tasga to'xtaydi. Mushularni o'ylagan Babur avval oqsini elib, ularning chekinish mudofia yo'lini uzib tashlab, ondan Andijonga tegish qilishni ko'ngliga pukkan edi. Gerçi Andijon shahrining sepillari mustahkam, xandaklari cho'nqur, oziq-to'liklari mo'l, uzun mezgil qamalga bardashlik beralik sharoiti bo'lsa-mu, ammo Andijonda uning qo'llovchilari ko'p edi. Vaqti kelganda ular ichidan moslashib berishi mumkin edi. Kandarlik davonining u tarafi oqsiga yaqin. Shunga davondan esib avval oqsiga tegish qilaymikin? Mayli, shunda qilayganmisa, dedi Sultan Mahmud Xan ortiqcha ifoda bildirmay. Buguncha lashkarlarni aram oldirib, at yo'lga chiqsak qanday bo'lar? Ha, Sultan Mahmud Xan uchun Boburning avval qaysi shaharga hujum qilishi baribir edi. Shunga jangini oldirmay o'tdi. Ammo
Baburning lashkarlarini hozirla atlandırğısı var edi. Tağısı bilan birleşip lashkar tapmoqchi bo'lganligidan enisining xabar tepib elib, Oqsi qo'rg'onini mudofiya qilishidan ansiraydi. Shunda qilayli, dedi tağısının gepini yer almagan Babur amalsız halda. Bayatın beri tağı bilan jiyanning suhbatiga aralashmay adab saqlab o'ltirgan Ahmad Bey Talba bir pas xiyol surib o'ltirgandan keyin hojatga chiqishni bahona qilib, so'rindan asta sug'urilib chiqdi-da, ishonchli xos navkarlarni bir chatga sharatlab, qo'lqig'i tez-tez pichirladi. Yetkazgan gapning hammasi mushu. Darhol yo'lga chiq. Lashkargohdan ayrilganini hech kim bilib qolmasin. Enim Ahmaddan belgi so'zimni to'liq yetkaz. İşlardan azraqlı səvərlik görüldüğün bolsa, qallan qeyzi bol. Şu dəqiqədə tağısının bu əmrinin ləşkəri məxfiyyətlikini yavğı aşkarlaşqa çaparmən mağdırğını Babırının xiyalığını kırıb çıxmaydı. Tolup daşqan işənç bilən Ağsı şəhrinin aldınqı müdafiyəsi hesablandığan Bab qo'rg'oniga yetib kelgan Babur qo'rg'onni enisi Jahongir Mirzoning sarkarda lashkarlarining allaqachon egilib bo'lganligini ko'rib hayron qoldi. Tunigun oyg'oqchilarni yetkazgan ishonchli ma'lumotlardan qaraganda ular deh Andijonda emasmidi? Bab qo'rg'ondagilarga men taraf bo'lib yetib kelishim hamon qo'rg'onni topshirishga va'da berib chaparman devatgan edi-ku. Ajabki Jahongir Mirzo mendan chaqqon chiqibdi-ya. Ular avval Oqsiga tegis qilmoqchi bo'lganligini qandoq bilib qolgandi? Baburning vujudiga g'azab, umidsizlik aralashgan ochiq tuyg'ular qaytadan changal soldi. Podshoh oliylariga ma'lum bo'lg'ay, dedi Yazaq qo'shinining sarkardasi Vays Lag'ari. Chorlab ahvol o'qishimizdan ma'lum bo'ldiki, Xonzoda Jahongir Mirzo Uznasan, Ahmad Tanbal qatorliq amirlar bilan tunugun Andijondan kechilab yo'l yurib Bugün səhərdə Bab qo'rg'oniga tegis qilibdi. Qo'rg'ondagilar qo'rg'onni bekitib qarshilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, kuchsini salmay taslim bo'libdi. Ular hozir Oqsi qo'rg'onini qattiq mudofiya qilib jangga hozirlik ko'rib etibdi. Ular bizning avval Oqsiga tegis qilganimizni qandoq bilib qoldikina? Hech bilmadim. Babur bildim deganni qilib beshini lang'ishdi. Ichi-ichidan qopsab kelgan g'azabni zo'rg'a besib olib turg'asqimi aytavur, gap qilishga royi bormadi. Asta burilib at ustida Bahramon o'ltirgan tog'asi Sulton Mahmudxonga qaradi. Bu qandoq gap o'zi? Dedi Sulton Mahmudxon hayron bo'lgan holda. Bu badraklar ajab chaqqon chiqibdi desa, adabsizlikni ko'mamdigan. Xon tog'asining oldiga chiqib salom bermakti yo'q. Qo'rg'onni bekitib olganini. Cho'qim bir ularga xabar bergan gap. Dedi qattiq g'azablangan Qosimbek Qovchin o'zini tutib ololmay. Bo'lmasa ular tuyuqsiz Andijondan kechilab yo'l yurib, mudofiya turib olmasdi. Ansirgan ishning oxiri yuz berib, shuncha boshqa turib tuzgan planining to'liq barbod bo'lganligini bilgan Boburning shu topda kallasi quruq tilib qolgan edi. Mulohizlar barhaq Qosimbek janoblari. Dedi Sulton Mahmudxonning yanida turgan Ahmad Bey Talba xushalligini yo'shirishga tirishib. Cho'qim bir ularga xabar berib etibdi. Bundaq lashkariy maxfiyatlikni oshkorlagan odamni tepib chiqib, yasoqqa tortish kerak. Amir sarkarlari orasidan Jahongir Mirzoga moyillar bormi yo'q? Obdanroq aniqlab ko'rgaylar. Ahmad Bey Talbaning mushundaq vaqtda ko'ngilga shak keltiradigan mushundaq gaplarni qilib, gumonini qora o'z tarafga burab, bölgünçilik paydo qilmoqchi bo'lganligidan ochiq kelgan Qosimbek Qovchin o'zini tutib ololmadi. Bu sotqinlikni albatta aniqlaymiz Talbabek janoblari. Dedi u Ahmadbek Talbaning ko'ziga nastardek tikilib turib. Ammo bilib qolg'aylarki, amir sarkarlarimiz Bobur podsho oliylariga farzanddak sadoqatni. Osi munofiqlar Samarqandga vaqtida qorniyatini oshkorlab Jahongir Mirzoning yo'liqini yolg'ilib ketib bo'lgan. Qosimbek Qovchinning bu gapni inisi Ahmad Tanbalga ishora qilib da'vat qilganini his qilgan Ahmadbek Talbaning chiroyi qordab ketdi. O'sal ahvoldan qutulish uchun to'qimni qarniga oldi.
Toshkentdan kelgan sarkardalar sadoqatsizlik qilib xabar yetkazgan demoqchimisizlar? Yo'qsa taqsir, dedi Qosimbek Qovchin zardi bilan. Quruq yog'ochdan ho'l putoq chiqarib, orig'i nizo soldigan undoq farazni qilmisizlar. Kaminlarning zinhar undoq muddosi yo'q. Ammo tunigin Bobur podsho oliylari Sulton Mahmudxon oliylariga o'sha tadbirni deganda, so'rinda ikkala tarafning amir sarkarlari bor edi. Ammo kimning ichida to'ng'iz qatirayotganligini chiroyli qarab bilgili bo'lmaydi ekan. Asldan xuduksirab turgan Ahmadbek Talba yana zakonlashsa oshkorlanib qilishidan ansirab, zuvanini yig'ishga majbur bo'ldi. Bo'ldi, talashmanglar janob amirlar, dedi Bobur terikib. Hozir bu osiylikning surishchisini qildigan vaqt emas. U gap qilmay turgan tog'isiga qarab qo'yib davom qildi. Bir hisobda ularning oldimizga kelganimi yaxshi bo'pti. Ilgirki bo'lsa, hamon ular bilan uchrashmay qolmaydi. Shu topda Sulton Mahmudxonning aniq bir nishoni yo'q edi. U Toshkentdan lashkar tortib chiqqanda, Ulug' Andijonga borsamla Jahongir Mirzo oldimga qo'l bog'lab chiqdi. Og'i ini ikki jiyanini rosa bir ayblab, ondan yarashtirib Boburga Andijonni Jahongir Mirzo oqsini buyurib berib qaytaman. Shuning bilan har ishkilisi mendan minnatdor bo'lib, hukmimga bo'yin to'lg'ayolmaydigan bo'ladi. Onalarimmo jiyanlar bilan kor bo'lmadi deb mendan ranjiyolmaydi. Mushu bahonada Bobur podshohni zimmiylik bildirishga majbur qilaman deganlarni xiyol qilgan edi. Zimmiylik bildirish degan mustaqil podshohlikni saqlab qilib ulpan topshirish deb izohatda. Kutmaganda Jahongir Mirzoning oldiga qo'l bog'lab chiqish bu yoqda tursin, rasmiy jangga hozirlanib turishi o'sha shirin xiyollarni ostin-ustin qilayotgan edi. Asldan lashkariy tadbirga cho'lta, jang mahoratlariga xom Sulton Mahmudxon tunigunki lashkariy tadbirning oshkorlanib qilishidan g'azablanib tursimi, ammo hozir qanday qilishini bilolmay g'angirab qolgan edi. Uningga Qosimbek Qovchin bilan Ahmadbek Talbaning munozirasi faqatla ta'sir qilmagandek qiladi. Jahongir Mirzo urushni tayin topgan bo'lsa, bizmi jangga hozirlik ko'raylik, dedi eng ishonchlik amirining qilgan suiqasdidan xabarsiz Sulton Mahmudxon tilini chaynab. Lashkarlar Bob qo'rg'iniga hujum boshlasin emasa. Menimcha Bob qo'rg'ini bilan korimiz bo'lmasin, dedi Bobur keskinlik bilan. Ularning bir qitimlik hujumimizga bardoshlik bera olishini notayin. Kuchimizni ortiqcha xo'ratmaylik. Aslida Bob qo'rg'inini vaqtliq lashkarga qilarman deb o'ylab edim. Endi udul berib Oqsi qo'rg'inini muhosirga olaylik. Oqsini olsak Bob qo'rg'indikilar o'zligidan al bo'ladi. Navoda xon tog'amga ma'qul kelsa, bir guruh sarkad lashkarlarni Andijonga tegish qilishga mangdiraylik. Fahmimcha, ularning Andijonda tuzuk lashkarlar qolmadi. Jahongir Mirzoning ikki tarafga teng yetishgidek maqdir bormi yo'q, bir ko'rib boqaylik. Kutilmagan bu tadbirni anglab Ahmadbek Talba oldirab qoldi. Menimcha, lashkariy kuchimizni parchalamay turaydimikin, dedi u Sulton Mahmudxonga qarab. Nemishqa? Tog'isining galvonligidan jiyilib bo'lib turgan Boburga Ahmadbek Talbaning oqsoqollik qilishi yoqmagan edi. Chunki, dedi Ahmadbek Talba ko'zlarini Boburdan qochirib turib, bir guruh lashkarlarni Andijonga yo'lga solsak, kuchimiz ojizlab ketadi. Navoda enilari Jahongir Mirzo buningdan xabar topsa, oldimizdan Oqsi qo'rg'indikilar, orqa tarafimizdan Bob qo'rg'indikilar tangli hujum boshlaydi-da, ikki tarafdan kelgan hujumga bardoshlik berolmay qolamiz. Azaldan tuzuk jang ko'rib boqmagan Sulton Mahmudxonga mushunchalik tashvish kifoya qiladi. Shunga u Bobur gap qilishga tamshilib bo'g'icha oldirab eg'iz ochdi. Bu gapning asosi bor. Besh barmoqni tangli eg'izga sag'ilib bo'lmas debdi ekan. Avval kuchni markazlashtirib Oqsiga tegish qilaylik. U Boburning chiroyidagi noroziligini ko'rib qo'shib qo'ydi. Oldiraqsonlik qilmaydi. Oldirgan yo'lda qola. Bir-birlab kelaylik. Bobur tog'isining so'zini yerishga yana amalsiz qoldi. O'zining ozg'ini lashkarini ikkiga bo'lishga tavakkul qilolmadi. Lashkarlar udul berib Oqsi qo'rg'iniga tegish qilsin, dedi u Qosimbek Qovchinga qarab.
Shu tapda Boburning qanchalik jeli bo'layotganligini Qosimbek qavchilli tushungandek qiladi. Ular Nog'risunay daqudun baxchilib jangga undigan bo'lsa, qo'rg'on ichidagilar nima uchundir jangga chiqmay turib oldi. Toshkentdan chiqqan vaqtida jang qilishga ancha ro'yi yo'q Sulton Mahmudxon oqsining bo'sig'isi tugiga kelganda yana qashonlik qilishga amal topolmay lashkarlarni Boburning ixtiyoriga topshirishga majbur bo'ldi. Bir qancha qitim qo'zg'agan shiddatli hujumni oqsi qo'rg'ondagilar qo'rg'onning cho'nqur mudofaa xandiki va mustahkam sepiliga tayinib, yo o'qi, manchanoq, zambirak o'qlar bilan o'ngishliq chekindirdi. Lashkarlarning behuda talafotga uchrayotganligini ko'rgan Boburning yana qaramliq qilg'isi kelmadi. Chunki lashkarlar ichida o'lish yarilish ko'paysa, Sulton Mahmudxonning ranjib qilishi aniq edi. Bir kun ana shundoq o'tib ketdi. Birlashma qo'shinning hujumiga oqsi qo'rg'ondagilarning taqobil turolmaydiganligini pamlagan Ahmadbek Talba kechida qo'rg'onga yana maxfiy oyg'oqchi mangdirdi. Ular so'zimni yetkaz, sulh talab qilsin. Jahillik qilib Sulton Mahmudxon oliylarining g'azabini keltirib qo'ymasin. Oliylar hozir arsalda bo'lib turibdi. Ular jangni ixtiyor qilsa, cho'qimki Toshkent lashkarlariga yetadigan talafot ig'ir bo'ladi. Bu ishxon oliylarining jahlini qotirib qo'yishi, bu sabab bilan biroqli Bobur Mirzo tarafga eg'ib ketishi mumkin. Bobur Mirzo lashkariy tadbiri xeyli puxta ekan. Ati boshqa usul bilan qo'rg'onda tegis qilishi mumkin. Zambirakchilarim bak yomanda qiladi. Yana kelib birlashma qo'shinning kuchini tuvan mo'ljalashga bo'lmaydi. Shunga hozirgi eng yaxshi chora sulh. Sulh ro'yobga chiqsa, xon oliylar lashkarlarini elib Toshkentga qaytadi. Bobur Mirzo yana yolg'iz qoladi. Sulhning ishini o'zim bir taraf qilman. Deb chekiladi u oyg'oqchisiga. Oqsi qal'asini hujum bilan elishga Boburning ishonchi bor edi. Gerçi Andijonga lashkar mangdirishga tog'isining qo'shilmaganligini ranjib qolgan bo'lsa-mu, Osilaning ishini oqsida bir taraf qilishni ko'ngliga pukib, o'ziga tasalli bergan edi. Shunga bugun atigandala tog'isiga salom berib etib, ondan qo'rg'onga hujum tashkillash uchun Qosimbek Qavchin bilan Sulton Mahmudxonning chediriga kirdi. Kelsizlar, yo'qirsizlar. Sulton Mahmudxon uni illiq tabassum bilan yeniga taklif qildi. Choparman mangdiray deb turgan edim. Kelganlar bek bilan bo'ldi. Peni mazaga baqsizlar. Avval nashti qilaylik. Ondan maslahatlashilgan muhim ish bor. Muhim ish bor degan so'zni anglab Boburning ko'ngliga gumon tushdi. Ammo ko'chilab so'rashni ap ko'rmay, dasturxonga ishtihosizlik qo'l uzatdi. Sulton Mahmudxonga salom berish uchunmi yoki noma'lum muhim ishning maslahatiga chaqirtirilganmi aytavur. Dasturxonda Sulton Mahmudxonning hamma amir sarkarlari bor edi. Ular xuddi barobatda o'tirgandek tayin yo'q paranglarni qilishib o'tiribdi. Ularning bo'lg'isi jangni xiyoliga keltirib qo'ymay, ha deb Sulton Mahmudxonga xushomad qilishlari Boburga faqatli yoqmadi. Bundaq ish, dedi Sulton Mahmudxon oxir asl maqsadga ko'chib. Bayam inalari Jahongir Mirzo dargohidan elchi keldi. Muddasi sulh talab qilishgan. Qo'lga kiray deb qolgan o'ljini biri tatib olgandek tuyg'uga kelgan Boburning vujudi ochiq silkindi. Lavlari sezlarli titradi. Ko'tirsin undaq sulhisini, dedi u o'zini tutib ololmay. Undaq niyati bor odam boshtil muddasini oshkorlasa bo'lmasmidi? Kimni ahmoq qilmoqchi ekan? Ish bu darajaga yetganda sulhiga o'rin qolmadi. Yo gunohini bo'yniga ilib oldimizga kelsin. Yoki bo'lmas lashkarlarni ep chiqib jangga hozirlansin. Buningdan boshqa yo'l yo'q. Boburning ovozi xeyli qattiq chiqib ketdi. Chedirning ichidan bir pas timtasliq hukm surdi. Ahmadbek Talba Sulton Mahmudxonga yerdagidan qarab qo'yib, qasdan kelini qirdi. Ammo qattiq g'azablangan Boburdan ehtiyot qilib, gap qilishga petin olmadi. Deganlarga tamoman to'g'ri, dedi Sulton Mahmudxon eg'iz ichib. Ammo qarshi tarafning sulh talabini qabul qilmaslik jang qoidasiga xilof. Raqiblarimizni jangsiz bo'ysundirg'ul bo'lsa, albatta ishni sulh yo'li bilan hal qilish kerak. Bu ota-bobolarimiz davomlashtirib amal qilib kelgan yo'lsin. Sulh bilan behuda qon to'kilishning, talafotning oldini olg'il bo'ladi emasmi? Uning ustiga Jahongir Mirzo har qancha gunoh o'tkazgan bo'lsa-mu, silining enalari
Şundaqlı jiyanim. Şunlaşqa açıqlarga aybagayla. Barhaq, xan oliylari donadur, dedi Ahmad Bey Talba darhol eg'iz ichib. Bobur podsho oliylari ochiqini besib ololmay shundoq degani bilan amaliyotda enisi Jahongir Mirzani intayin yaxshi ko'radi. Podshoh oliylari sili og'i bo'lgandikin yana sabr qilsizlar. Qarab turib janobi xon tog'larini tanglikda qo'yishni xohlamaydilar qichib. Ularning ko'z oldida ikki jiyan o'g'lining bir-biriga qilish tanlaganini ko'rgisi yo'q. Yana sili marhamatli bo'lg'aylar podshoh oliylari. Ahmad Bey Talbaning so'zlari Boburga xeyli ta'sir qildi. Bolalik davridagi enisi Jahongir Mirza bilan yetilishib, bir-biriga ko'yinib o'tgan aslimilar ko'z oldidan lip qilib o'tib, vujudini xijillik tuyg'ulari chirmab oldi. Demisimi, kichik chig'ida Jahongir Mirza Boburga to'limi amroq edi. Og'a desa og'a deb orqasidan agishib yuradi. Shu topda Boburning vujudida adovatdan ko'ra qeyrindoshlik mehri g'olib kelyotdi. Ajab tilini bilgili bo'lmaydigan odamgina bu Talba bek, deb o'yladi Qosimbek Qovchin hayron bo'lgan holda. Uning zodi nima maqsadi bor? Bir qarasa so'zlari shundoq o'rinliq. Bundoq yaxshi nasihatlarning oldida Bobur podsho oliylari yana nima deyasiz? Boburning shuklab qolganini ko'rib, Sulton Mahmud xon yana eg'iz ochdi. Avval Jahongir Mirzaning sulhi talab qilishidagi muddasini bilib boqayli. Sulhini qabul qilish qilmaslik baribir o'zimizning ixtiyorida emasmi? Quliqim sizlarda tog'a, dedi Bobur mayuslik bilan. Men muqon to'kish xushtar emas. El yurtga osoyishlik yuzlansgan, avom ra'yat urush vahimasidan qutulib xotirjam yashasgan, ota-bobolarimizdan qolgan saltanat ro'naq topsgan deydigan umidim bor. Himmatlarga barakalloh, dedi Sulton Mahmud xon rozimanlik bilan. Undaq bo'lsa men og'ini o'ttirsida kelishtirguchi bo'lay. Ularni shuni xohlaydigandek qiladi. Mening o'rnimda ishgoqsi Ahmad Bey Talba janoblar berib, ular bilan so'zlashib ketsin. Boburning Qosimbek Qovchinni qo'shib qo'yg'isi bor edi. Ammo tog'asining menga ishonmadi deb ranjib qilishdan ansirab, bu gapni og'zidan chiqara olmadi. Bobur podsho oliylari uchun xos xizmat qilishni sharaf deb bilaman, dedi ishning kutgan yerdan chiqqanligidan xushal bo'lgan Ahmad Bey Talba dars o'rnidan turib. Amasi darhol yo'lga chiqsinlar, dedi Sulton Mahmud xon. Yaxshi xabar elib kelgaylar. Farmon berdorman. Ahmad Bey Talba kun tushdan qiyilganda oqsi qo'rg'onidan qaytib keldi. Xonzoda Jahongir Mirzaning og'isi Bobur podsho oliylaridan Farg'on saltanatini tortib olish niyati zinhor yo'q ekan. Dedi u avval Sulton Mahmud xonga, ondan Boburga lop etib qarab olib. Faqat kimlarning Bobur podsho oliylari qazo qildi, o'z ko'zimiz bilan ko'rdik degan so'zlarga, bergan qasamlarga ishinib qilib, taxt saltanatni posibonsiz qolmasin deb Andijonga borgan ekan. Biroq Mavlona Xo'ja Abdulloh qozi hazratlari Xonzodaga xuddi sohillarga o'xshash muomala qilib, shaharga kirgizmabdi. Shuning bilan adovat ulg'ayib urush bo'pti. Xo'ja qozi hazratlarini qo'l ostidagi bir qism qaram sarvozlarning dorg'a asqanligidan kechikib xabar tepib, to'lma afsuslanibdi. Bobur podsho oliylarining hayot ekanligidan xabar tepib, to'lim xushal bo'pti. Ammo oldiga salomga borsa adablashidan ansirab, jur'at qila olmabdi. Shunchalik ishgan emasmi mana? Dedi Sulton Mahmud xon hayajonlangan holda. Menmi Jahongir Mirzaning toji taxt uchun isyon qilishga ishonmagan edim. Orada o'qishmaslik bo'lgan-kanda, uni demisimi, qadrli jiyonimning Samarqandda vafot bo'lganligi haqidagi shum xabar Toshkentga yetib kelgan. Sol chog'da menmi ko'p qayg'urgan edim. O'zining o'limi haqidagi yolg'on xabarning butkul Farg'ona vodiysiga pur ketganligini Boburmi obdan bilatdi. Shu topda uning inisiga bo'lgan o'chmanlik tuyg'ulari birdanla pasayib, o'rniga apuchanlik almashdi. Demisimi, Jahongir Mirza tex kichik. Ishlarga o'z oldiga hukm chiqara olg'uchiligi yo'q. Kim qayoqqa borsa shu yoqqa mengayverdi. Boshliq Qosimbek Qovchinning gapiga kirib, uni Samarqandga lashkariga yurishga bilib ketgan bo'lsam,
bu İslam yüz bermez boğuydu. Ama dedi Ahmet Bey Talba, Cahangir Mirza'nın kiçikkina bir talebi var ekan. Babur xiyollarını yig'ishtirib, uning yalt etib qaradi. "Qani xo'sh", dedi Sultan Mahmudxon Ahmet Bey Talbani so'zlashga da'vat qilib. Cahangir Mirza deydiki, "Og'am Samarqand taxtida o'ltirib Mavara Nahirning tasarrufiga olgan ekan, Farg'onani menga berish kerak edi. Bir qancha suxanchilarning fitnasiga ishinib, Atayin Andijonga lashkar tortib kelishning hojati yo'q edi. Og'am xotirjam Samarqand taxtida o'ltiraversin. Men uning hukmiga shartsiz itoat qilaman. Farg'ona saltanati yana og'amning hukmida bo'ladi. Qanchalik bosh, xiroj, ulpon belgilab bersa vaqt qarorida avatib beraman. Inilik burchimni ado qilib, sadoqatmanlik bilan mulozimatda bo'laman. Buningdan ortiq talabim yo'q." Rost, Samarqand taxtigohini ilkilariga olgan emasmidilar? Dedi Sultan Mahmudxon Ahmet Bey Talbaning gapini bo'lib. Sarkardimiz Shaybonxonga ahvolni tushuntirishga fursat bermay qo'g'livatgan kalla. Oradagi bu o'xshmaslikdan men ko'p afsuslangan edim. Samarqand taxtigohiga ega bo'lib turuqliq. Enalardan Farg'ona saltanatining qizg'anganliklari faqatli bo'lmabdi. Shunga Jahongir Mirzamo amalsizlikdan sarkashlikni tanlagan gap. Babur tog'isining ta'nigimi, masxirgimi, tanbekimi, nasihatgimi o'xshamaydigan so'zdan g'angirab qoldi. Samarqandni tashlab chiqqanini deyishdan nomus qildi. Shu topda Samarqandning kimning ilkida ekanligini o'zimi bilmaydi. Asiyodi Andijonni qutqizishni qog'ashqa, uning ustiga oziq-tulik masalasini hal qilinmag'ashqa, ham kesili xil eg'ir bo'lg'ashqa, Samarqandni oshundoq tashlab kelgan edi. Bu ahvolni esa tog'isi va tog'isining atrofidagi baglarning masxara qilishi turg'anli gap edi. Bundaq masxarani uning g'ururi ko'tarmaydi. Uning gap qilmay turganini ko'rgan Sulton Mahmudxon Bobur Samarqanddanmi, Andijondanmi kechalmayotgan o'xshaydi deb tushunib qolgan edi. Shu topda uning vujudida Samarqand taxtigohiga erishilmaslikdan iborat hasad tuyg'ulari qaytadan qutrashqa boshlagan edi. "Kan qo'saq bo'lsalar, marhamatlikmi esil fazilat", dedi Sulton Mahmudxon yurak bag'ri mushuk tatlagandek echishib tursin, o'zini kan qo'saq ko'rsatishga tirishib. "Samarqandda katta shaharga ega bo'lgandikin, Andijonni Jahongir Mirzaga bersizlar. Bu aslida aloydan lashkar tortib kelib hal qiladigan ishmi emaskandoq. Menmi tegidakni aniqlamayli tasqabdiman bu adovatni ulg'aytib atgili. Bo'pti. Mushu bahonada didorlashib oldik. Yana mushu bahonada Andijonga berib buzurgvar onalarimni, egchilarimni yo'qlab olib, ondan Toshkentga qaytay. Sarkar lashkarlar udul Toshkentga mang'ashtirsin. Silmi men bilan birga Andijonga bosla. Jahongir Mirza bilan ikkilarini buzurg onalarimning oldida yarashtirib qo'yay." Osal ahvolga tushib qolgan Boburning tog'isi bilan birga Andijonga berishga ro'yi bormadi. Endi vaziyatda tuyg'usiz o'zgarish bo'lib, ishlar uning butunlay foydasiz bo'lib qolgan Sulton Mahmudxon betaraf bo'lib, Toshkentga lashkar chekindirishni qaror qilgan edi. Uning bu hukmiga qarshi chiqaydi esa ranjib qilishi, Boburni insofsizlikda ayblashi, Jahongir Mirzani qo'llashi aniq edi. O'z oldiga jang qilaydi esa, ilkida jang qilgudek lashkarlar yo'q edi. Yangilib qolsa, Farg'ona vodisiga qayta oyoq basamaydi. Ahvolni ochiq etib, tog'isiga yolvorishga g'ururi yo'l qo'ymadi. Xasis, nodon kishilardan himmat kutish, so'gatdan omad talab qilgan o'xshash. Aslida tog'amning oldiga yordam talab qilib berishim xato bo'lgan. Eng yaxshisi, o'zimning bechora holatimni ularga oshkorlamay. Balkim Samarqand texsi egsiz turgandir. Yoki yana qaytadan ilkimga olarman. Avval bular bilan xo'shlashay. Sizlar mang'ashtirsizlar. Sarkard lashkarlarim bilan Andijonga borsam, Jahongir Mirza yana gumonlanib tashvishga tushib qolmasin. Ularni xo'jandga o'rlashtirib qo'yib andan boray. Buzurg momlarim bilan onamga salom etsizlar. Balkim Samarqandga qaytishim mumkin. Ixtiyorlari, dedi Sulton Mahmudxon Boburni ancha zo'rlab ketmay.
Samarqand taxtigohi qaraqsiz qolsinmi bo'lmas. O'zlari bilib bir ish qilarlar. Ertasi Sultan Mahmudxon Andijonga Bobur Xo'jandga qarab yo'lga chiqdi. Foydani ikki orada chandurmay o'yin o'ynagan Ahmadbek talba olgan edi. U oqsig'i sulhiga bag'inida Jahongir Mirzadan pora olgan bir xurjun oltinni Sulton Mahmudxondan yo'shirib Toshkentga elib ketdi. Andijon bilan Samarqandning dal o'rtasiga joylashgan Xo'jand bevichiv makon edi. Bo'libmi el-yurt orasida Samarqandning olmasining, Xo'jandning onarining danqi bor edi. Xo'jand shahar qo'rg'ini bir egizlikka joylashgan bo'lib, Sayhun daryosi shaharning shimol tarafidan agib, Oqsiz shahri tarafga qarab oqatdi. Daryo bilan shaharning orliqi bir o'q yetim keladi. Shunga daryo suyining shovqinlari shaharga anglanib turadi. Sarayda o'ltirib verib ichib pishib ketgan Bobur maqsadsizla oylanib Sipilning ustiga chiqqan edi. U Sipilning ustida bir pas u yoqdan bu yoqqa mangdi. Sipilda kuzatchilik qilayotgan lashkarlar yosh podshohga egilib salom berib hurmat bildirishadi. Bobur burushga chiqib Munog'il, yana bir ismi Mutog'il tog'larga uzoq nazar tashladi. Burush Sipilning ustidagi kuzatish munari deb izohatdi. Bobur burushga chiqib Munog'il tog'lariga uzoq nazar tashladi. Darvish cho'lidan askan g'urg'ur shamol uningga boshqacha huzur bag'ishladi. U tog'dan nazarini og'dirib, avval Andijon tarafga, ondan Samarqand tarafga qarab hasratlik uhsindi. Samarqandda allaqachon davra oqsi Sulton Ali Mirza egilib bo'lgan edi. Endi u Andijonda inisi Jahongir Mirza tarafidan qarshi ilinmagan o'xshash, Samarqandda davra oqsi tarafidan qarshi ilinmaydi. Her ishkili shahardan biroqliq quruq qolgan edi. Uning hasrati yolg'iz bo'l emas edi. Tog'asi Sulton Mahmudxonning sulhi qilishi bilan Andijondan umidini uzib, Xo'jandga qaytishga majbur bo'lgandan keyin Ali Darvishbek, Ali Mazid Qovchin, Muhammad Boqirbek, Shayx Abdullah Ishqog'isi, Mirim Log'ari qatorliq cho'ng va ishqibaglari Andijondagi uy-voqi xotin bolalardan ansirab Boburdan ayrilib, Jahongir Mirzani panoh tortib Andijonga qochib ketgan edi. Shuning bilan uning ilkidagi sarkard lashkarlari texim ozlab ketdi. Hozir Xo'jandda cho'ng baglardan Qosimbek Qovchin, Vays Log'ari, Ibrohim Sorumanglik, Shirim Tag'oyi, Said Qorabek, ishkilardan Mirshah Qovchin, Said Qosim Jaloyir, Qosim Najab, Muhammad Do'st, Muhammad Ali Mubashshir, Xudoberdi To'g'chibek, Yorak Tag'oyi, Sulton Quli, Pir Vays, Shayx Vays, Yorali Bilal, Qosim Miraxo'r, Haydar Dakabdor bo'lib 300 ga yaqin sarkard lashkarlari qolgan edi. Xo'jand hokimi Abdurahmon Xalifining navkarlarini qatqandimi, soni 1000 ga yetmaydi. Bobur nazarini qaytadan Sayhun daryosiga og'dirdi. Yoz kirgandan beri suyi texchi ulg'aymag'achqimi, sup-suzuk daryosi yavaşlik bilan jimjit oqatdi. Odamning beshiga keladigan taqdir qismat xuddi daryo qili o'xshaydi ekan. Daryo suyi birda ulg'ayib kalkin yassa, birda so'g'ilib ozlab qolgandek, birda shovqinlab qirg'oqlarini chiqib vahima paydo qilsa, birda tinchib yavaşlab qolgandek. Mening tuman kishilik lashkarimmi bo'lgan. Andijon, Samarqanddek katta shaharlarning taxtidami o'ltirganman. Mana endi o'sha ikki katta shahar orlig'idagi Qasabjoq, Xo'jand panohgohim bo'lib qoldi. Qasabjoq, shaharjoq, kichik shahar degan bo'ladi deb izohatdi. Beshimga ig'ir kulfatlar kelibdi. Saltanat burchimning yulduzlari xiralashganda. Qadamda bir ta'zim, xushomat qilib turadigan labbaychi amirlarim, sarkardlarim yenimdan xuddi o'likdan pittalgandek taraf-taraf tarqab ketishdi.
Babur özünü ölükке oxşatqanını his qilib, yuragi jig'ildab ketdi. Achchiq kulimsiradi. Nemisqa özümni ölükke oxşatdim, ha? Rastilla saltanatim zavol topqanmidi. Endi qaytadan bosh ko'taranmasman. Yo'q, hargiz yo'q. Qat'iy tushkunlashmasligim kerak. Ayning 15 oydan bo'lsa, 15 qorong'u. Ay qorong'usidan keyin yana oydan bo'ladi. Beshimga tegib buningdan ig'ir kulfatlar kelishi mumkin. Ammo ishonchimni, jasoratimni yo'qotib qo'ymasligim kerak. Mərhum atam məndən ne armalarını kütken boğuydu. Mumlarım İhsan Dövlət xeynim, Şah Begim, anam Qutlıq Nigar xeynim, yəni texi Eğizcəm Xanzadə xeynimlarımı. Həmin arzu ümidini mənə bağlavatıdı. Əgər məndən aşındaq çoğun ümid kütməyən bolsa, enim Cahangir Mirzini taşlap Andijondan Xo'jandga kelmasidi. Qosimbek Qavchin qatorliq sadoqatman amirlarim shu. Ularmı mənə ümid bağlığaşqılı taşlap ketmedi. Cəfa məşəqqətini tən görüşki bəl bağladı. Şundaq ikən, ümidsizləşkə haqqım yox. Bir hesabda iradəsi aciz, xuşametçi, mənsəb mərtəbə, mal dünyadan başqasını bilməydiğən aç sadaqəsiz əmirlərinin özünü vaxtıda aşkarlab, yenimdən ketkinimi yaxşı oldu. Sərkərd ləşkərlərinin az bolsun saz boğunu əvzəl. Allah xalası ko'nglimga pukkan cho'ng ishlarimni mushlar bilan vujudga chiqara olishim mumkin. Endi qanday qilsam, ishni na'dan boshlsam bo'ladi ekan? Bo'pti. Tükürgen eg'iziga olg'il bo'lmaydi. Jahongir Mirza Andijon taxtida o'ltirg'ach tursin. Hozircha o'sha tangsiz sulhiga amal qilg'ach turay. Bundan keyin har qanday ishni o'z kuchimga tayinib qilaman. Bir qudratlik Allohdan madad tilayman. Babur oxirgi xiyolini boshqa biri bilib qolgandek xijillik bilan atrofga qaradi. Bu va'damga yana amal qilolmay qolamdiman nima? Buzruk mumlarim bilan onamni ajab tangshib keltirib turib oldi desa, ularni royiq baqsam yana shu himmatsiz tog'amdan yordam tilasam bo'ladi. Ular nemisga ko'nglimni tushunmaydigandu. Nemisga tog'am Sulton Mahmud xondan yordam so'rashimni talab qilib turib oldigandu. Xo'sh, uni menga yordam berishga ma'qul bo'ldimi dey? Lekin bu yordam badalsiz bo'ladimi? Samarqandni elish uchun lashkar tortqinimda xijil bo'lmay Boysunqur Mirzaga yordamlashishga Sarkarda Shaybon xonni Najtuman lashkar bilan avatdi. Samarqandni og'inimdan keyin nomus qilmay Andijonni so'radi. Bu navbat yordamga kelgan bo'lib, hech chiqib bermay, dardi ahvolini nadan nagiz deb so'rabmi qo'ymay, Andijonni inimga buyurib berdi. Amdilikda uning yordamiga tayinib Samarqandni qaytadan ilkimga olsam, Samarqand taxtigohida xotirjam o'ltirg'ili qo'yam. Mendan hech narsa talab qilmasmi? Mo'minlarim bilan onamning royiga boqmay, talabini rad qilib olsam bo'pti ekan. Ranjib qolsa keyin tushuntirib qo'yatdim emasmi? Andijondan Xo'jandga kelgan buzruk xonish Ihson Dövlət xenim bilan Shoh Begim va Qutlıq Nigar xenimlar Boburning Samarqandga lashkar tortish xiyolini bilib, Sulton Mahmud xondan yordam so'rashni talab qilib turib olgan edi. Bobur ularning talabini yerolmay, ilojisiz ma'qul bo'lgan edi. Sulton Mahmud xonning yordam berishni rad qilishidan ansirgan Ihson Dövlət xenim bilan Shoh Begim Toshkentga o'zlari ketgan edi. Buzruk mumlarimga xon tog'amni gapga kirgizmay qolmaydi. Ma'qul, u yordamga lashkar avatdimi-day. Lekin sarkar lashkarlari men uchun jon tikib jon qilarmi? Bejondil farmonbardorlik qilarmi? Yenidan anglangan oyoq sapsi Boburning xiyolini chalg'atdi. U Qosimbek Qavchinni ko'rib, o'zini kulkiga zo'rladi. Taxtda o'ltirganidan tatib ta hozirgacha yenidan ayrilmay, xuddi otasidek kuyinib kelayotgan sadoqatman, tadbirlik bu peshqadam amriga Boburning hurmati cho'ng edi. Har qanday o'y xiyollarni uningga aytdi.
maslahatini oladi. Şuna bir qism suxanchilar Qosimbek Qovchindan ayrilsa, Bobur hech ish qilolmaydi deb fitna qilishgan edi. Nimani xiyol qilyotdilar oliylari? Samarqandni, dedi Bobur inki bilan Samarqand tarafini imo qilib turib. Ol Baldai Mahfuzni yana bir qaytim istilo qilish nasib bo'larmikin tam? Allah xolasa nasib bo'ladi oliylari, dedi Qosimbek Qovchin. Bahodir azmatlar uchun osh qilib bo'lmaydigan davon yo'q. Shundoq bir kunlar keladiki, jahon sultonlarining hammasi taxtlar oldiga kelib bosh egadi. Jasorat kamarini mahkam bog'lagan kishi talab qilgan orzusiga yetmay qolmaydi. Qudratli yegona egimizning himmati cheksizdir. U umidsizlik vodisida sarson bo'lganlarning yuziga rahmat eshigini ochadi. G'am qayg'u ko'chalarida sargardon bo'lganlarning qo'liga umid guldastlarini tutqizadi. Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar degan oyat buningga isbotdir. Shunga Allohning rahmatidan umidsizlanishga haqqimiz yo'qdir. Qosimbek Qovchin davomli shunday so'zlar bilan Boburga madad beradi, rag'batlantiradi. Uning qalbidagi g'am hasratlarini yeniklatishga tirishadi. Aytqanlari kelgay ilohim, dedi Bobur ko'zini Sayxun daryosidan uzmay turib. Ammo biz shu topda umidni qudrat egisi bo'lgan Allohga emas, tog'am Sulton Mahmudxon oliylariga bog'layapmiz. Bobur bu so'zlar orqali o'ziga kinoya qilyapti. Qosimbek Qovchin Sulton Mahmudxondan yordam so'rashni xohlamaydi. Oqsidagi sulhidan keyinla uningdan biroqli ko'ngli qolgan edi. Ammo shu daqiqada Boburning yetishgan yeriga tuz sepkisi kelmadi. Bir ishning hal bo'lishi uchun yana bir ish sabab bo'ladi. Har qanday ish Allohning hukmining tashqarisida bo'lmas. Balkim bu Allohning hukmidir. Boburdan tvish chiqmagandan keyin Qosimbek Qovchin qo'shib qo'ydi. Toshkentdan chaparman keldi oliylar. Bobur ittiq Qosimbek Qovchinga qaradi. Qanday xabar bor? Sulton Mahmudxon oliylari Cho'ngxonzodasi Sulton Muhammad Xonika bilan Ahmad Bey Talbani 5000 lashkar bilan ko'maklashishga avatibdi. Ular bilan yor-yoyliqda uchrashqudakmiz. Bu xabarni anglab Bobur ancha xushal bo'lib ketmadi. Uningga tog'isining yordamchi qo'shinga olaydan o'g'lini sarkard qilib avatishida boshqa biror muddasi bordek tuyuldi. Ondaqda ulardan cho'ng umid kutib ketmasakmi bo'g'dak, dedi Bobur. Tog'amdan Amir Lashkar Said Muhammad Mirzani hamdamchi qo'shinga sarkard qilib avatarmikin degan umidim bor edi. Hozirda Sulton Muhammad Xonika sarkardligi yaramaydi. Yana texi Ahmad Bey Talbani bor deysizlar, dedi Qosimbek Qovchin. Cho'ngxonzodiga atga bo'lgan bu odamni tushunmak to'limi tasga. Menga tili bilan dili bir emasdekla tuyuladi. Navoda uning o'rnida Said Muhammad Mirza janoblari kelgan bo'lsa, to'limi yaxshi ish bo'lgan bo'ladi. Bobur bir pas xiyol surib turgandan keyin eg'iz ochdi. Mavara Nahirning Samarqanddan boshqa shahar viloyatlarining ahvoli qandayroq ekan? Mas'ud Mirza bilan Boysungur Mirza ona bilak inisi Sulton Ali Mirzaning Samarqand taxtini egilib olganiga tan berdimikin tam? Bu vaqtda ishonchli ma'lumot kelmadi, dedi Qosimbek Qovchin. Ammo Boysungur Mirza o'tgan qitim hujumimizga bardoshlik berolmay, Samarqandni tashlab qochib, og'isi Mas'ud Mirzaning qishig'i borgandan keyin ul og'i inilar yana pechshanmagan o'xshaydi. Hamma huquqni changiliga ilib olgan Xusrav Shoh amdilikda Mas'ud Mirzadan ko'ra Boysungur Mirzaga ko'proq e'tibor qilg'achqa Mas'ud Mirzaning beglari orasida norozilik paydo bo'libdi.
Елгер Хусравшах ялган вәділер білән Мәсуд Мырзаны бейхут қылып қойып, Байсоңғыр Мырзы білән черік татып келіп, авал чаған яны. Андын Есарны апты. Вә Байсоңғыр Мырзыны Есар тақтыд олтырғызыпты. Мәсуд Мырзы болса Есар қорғынының сыртыдығы дәулет сарайды қапты. Сұлтан Әли Мырзы болса Самарқандке игі боғыны білән Есардан айрылып қапты. Демәк, ол үш ханзад отырсы еңіл ұқтылап еғіркенді. Ұқтылап әмәз, düşмәнлік деслі алейлері. Ташкенттен келіп атқан әмдәмчі қошын обдан маслышып бердіған болса, Самарқандны Сұлтан Әли Мырзының қолдан татып елішімізді кеп yok. Ләшкерлеріміз бәкмі аз, dedi Babur мәйісленген halda. Yani şunçilik yaram ләшкерлерім болсайды, ol həmdəmci qoşununu çıraylık özürlə bilən qaytırıb etədi. Sil bilmeydiler əmir canapları. Nəvr qeyrindişin bolmuş Sultan Muhammed Xanike'nin hali, Xan Tağan'ın gidin mi yaman? Nəvri tuqqallar orasıda odavet peyda qilishdən saqlanish üçün Qosimbek Qavchin Sultan Muhammed Xanike'nin gibini qılğısı gelmedi. Qanda qılmız aleyləri. Biz bu lashkarlarni elib yo'lga chiqamdiq. Shunday qilayli. Ular bizdan burun berib saqlab qolmasin. Ondaq bo'lsa biz udul yo'l bilan menib Bürkey yaylık orqali Sangizar qo'rg'oniga barayli. Sangizar qo'rg'oni bilan Yor yayliqining oraliq ancha yiroq emas. Babur Qosimbek Qavchin qatorliq sarkard lashkarlarni elib Sangizar qo'rg'oniga yetib kelganda Toshkentdan yordamga kelayotgan Navri qeyrindishi Sultan Muhammed Xonike bilan Ahmadbek Talbaning lashkarlarini chekindirib Toshkentga qaytayotganlik xabarini anglab ochiqdan yerilg'idek bo'ldi. Kimni ahmaq qildi ular? Ko'maklashgisi yo'q odam ko'tini g'it qisib o'ltirmay. Savr qislar oliylar. Sangizar qo'rg'onining do'rg'isi ularning qaytib ketishining sababini aytib berdi. Dedi Qosimbek Qavchin tushuntirib. Aslida Sultan Mahmudxon oliylar ikki validasining yuziga kelolmay, Cho'ng xonzodasini bizga yordam yo'lga sog'ini bilan Ostirdan Turkistondagi sarkardasi Muhammad Shaybonxonga Mavara un-Nahirni istilo qilishga farmon bergan ekan. Sultan Muhammed Xonike bilan Ahmadbek Talba Shaybonxonning Shirozini hujum qilib og'anlik xabarini anglab, darhol qaytib ketibdi. Buni ulardan ko'ngilimi bo'lmaydi. Sultan Mahmudxon oliylari Shaybonxonga Samarqandni elish farmoni tushirgan u, ammo orada buzrukvar mo'minlari Eson Davlat Xinim bilan Shoh Begim yuz kelanmay, Cho'ng xonzodasini bizga ko'maklashga avatib, ahvol qarab ish tutishni cheklagan gap. Her halda onun bilan uchrashmaganimiz yaxshi bo'ldi. Bo'lmasa ul Navri inalari bilan san-pan deyishib qilishlari aniq edi. Tog'am Sulton Mahmudxonga onun yordamisiz Samarqandni ola oladiganligini ko'rsatib qo'ymaydigan bo'lsin. Uxlamay tush ko'rmasinki, men bunchalik kelishmasliklar bilan hargiz to'xtab qolmayman. Xo'jandga qaytayli, dedi ozg'ini lashkarlar bilan Samarqandga lashkar tortishga tavakkul qilolmagan Babur tishlarini g'uchirlatganicha. Kuzga yaqin Xo'jandga Mas'ud Mirzaning elchisi keldi. Enisi Bayso'ng'ir Mirza bilan Xusravshohdan qattiq ranjigan Mas'ud Mirza Boburga birlashish taklifini qo'yib, birlikda Samarqand Hisarga yurish qilayli. Bu ikki shaharni olgandan keyin birimiz Samarqandda, birimiz Hisarda turib, Mavara un-Nahirni bo'lib idora qilayli degan mazmunda maktub avatgan edi. Babur elchiga taklifni qabul qilganligini bildirdi va puxta tayyorlik qilib olib yo'lga chiqishga va'da berdi. To'limi afsuski, Mas'ud Mirzaning maqsadini bilib qolgan hiylagar Xusravshoh lashkar boshlab berib, uni qo'lga oldi va ko'ziga nashtar sanjitib ko'r qildi. O'z vaqtida Xusravshoh Mas'ud Mirzaning bay'atkasi bo'lib, uni kichikdan tarbiyalab o'stirgan edi. Uning bu vahshiy qilmishi butkul Mavara un-Nahirni zilzilaga soldi. Samarqandga lashkar tortish plani orqa-orqadan sug'uchilashgan Babur endi o'ziga tayinish niyatiga kelib, aldiraqsonlik qilmay
ko'plab cherik yig'ib mashqlantirib, puxta tayyorlik ko'rishga boshlagan edi. Bu yil Xorason hukmroni Sulton Husayn Boyqarog'mi tuzuk xotirjamlik bo'lmadi. Chunki uningga qarshi chiqib yengilgan cho'ng o'g'li Bab-uz-Zamon Mirza Kandahorga qochib borgandan keyin Kandahor amiri Zunnun Arg'un Sulton Husayn Boyqarog'dan yuz o'rib Bab-uz-Zamon Mirzani kuyovg'il qilgan edi. Sulton Husayn Mirza ularni adablash uchun lashkar tortgan bo'lsa-mu, buz tavasiga kelganda oziq-to'lik tugab ketib, Hirotga qaytib ketishga majbur bo'ldi. Dadasining shuncha aybi bilan Qunduz, Hisor, Kandahor ustiga bir qancha qitim lashkar tortib, g'alaba qilolmaganligini ko'rgan o'g'illari taraf-tarafdan Hirot taxtiga ko'z tikib, uning bilan dushmanlashishga boshlagan edi. Xeyli yashnab qolgan Sulton Husayn Boyqara o'g'illarining isyonini besiqtirish bilan bo'lib ketib, Samarqandga ko'z tikishga fursat chiqarolmadi. Bu chaqda Shiroz Karminani bo'ysundirgan Muhammad Shaybonixon Qunduz Hisordagi Boysungur Mirza bilan Xusravshohga hujum qilg'ach, deb Buxoroga qistab kelmoqda edi. U qadam-qadam g'alaba bilan ilgarilayotdi. Toshkent. Sulton Mahmudxon qo'lidagi maktubni hayajon bilan ikki qitim o'qib chiqdi. Shundaqdimi, xuddi ajoyib esil bir narsaga erishgandek xatni qo'lidan tushirgisi kelmaydi. Ichi-ichidan o'rlab chiqqan bir xushalliq uning moy tapchirab turgan semiz, go'shlik mag'zida jilva qiladi. Ko'zlari yumilib, og'zi ichilib, suvari oltin bilan qoplangan tishlari tamomila ko'rinib qolgan edi. Xat Shaybonixondan kelgan edi. Ey qudratli panohgohim, 18 ming olamni zilzilaga solg'uvchi shoni shavkatlarining soyasida Buxoroni ishg'ol qilib, ilkimga oldim. Alloh xolisa Fatihimda Samarqandga yurish qilaman. Oliylarning Samarqand taxtida o'ltirib, butkul Mavara unnahiri hukmronlik qilgan qutlug' kunlariga sanoqli vaqt qoldi. Samarqand taxtida o'ltirgandan keyin yorliq baslar Xorason, Iron, Ajam, Bag'dodlarni istilo qilib, butkul jahon sultonlarining beshini saltanat taxtlari tuviga jam qilg'ayman. Anglasam, o'rdadagi bir qism amirlar oliylarga ham saltanatga bo'lgan sadoqatimdan gumonlanib, har xil o'sak fitnalarni og'ziga kelgancha bildirilishib, oliylarni ko'p tashvishga solganmish. Alloh guvoh bo'lsinki, xonimizga bo'lgan sadoqatimga imonim bilan qasam berman. Kaminlarning faqat buyuk saltanatga sadoqatmanlik bilan navkarlik qilishdan o'zga muddaim yo'qdir. Janoblaridek adolatlik, donishmand hukmdorga xizmat qilish fursatiga erishganimdan cheksiz iftixorlik his qilaman. Alloh xolisa xon oliylari Samarqand taxtida shon shavkat bilan o'ltirib, yurttarchilik tizginini qo'lga olgandan keyin ol gumonxo'r fitnachilarning kamini navkarlarni urushga tayyorlangan shopiliqi o'zlarining izzatsiz yuzlariga urilg'isidir. Oliylarning marhamatidan cheksiz umidim bor. Hozir lashkardan ancha qisinchiligim bo'lmasa-mu, ochliq, oziq-to'lik, har xarajatdan qisinchiligim bor. Marhum Sulton Mahmud Mirzaning Ushxonzodasi Samarqand taxtini tolishib, u yana shunchalik xarob qilibdiki, ochliq omborlardan choshqon yomonlab chiqadi. Xazinalar ayni Qalandarxonaning o'zi. Oltin kumush tugul biror tal sunuq kepaki topilmaydi. Shu sababdan lashkarlarga maosh, ta'minot tarqatilmay ko'p qiynalyapman. Mumkin bo'lsa, o'rda xazinasidan xaraj-xarajat, oziq-to'lik avatib bergaylar. Yana oz-to'la hamdamchi lashkar avatib bersalar texmi yaxshi. Ozg'ina kunda Samarqand poyandoz silib, janob qibligahimizni kutib oladi. Kepaki eng kichik pul birligi, mis yarmoq, debdi izohat. Shu topda Shaybonixonning dabdabalik bu so'zlari Sulton Mahmudxonning quloq tubida to'xtamay jaranglaydi. U qo'lidagi xatning mazmunini bilishga taqozo bo'lib turgan amirlarga takshi bir qarab atgandan keyin xatni Hudayjibekka uzatdi. Janob amirlarga yetkazib bersinlar.
vaqıflanğay. Şeybanxanның xetini o'qib chiqqan Said Muhammad Mirza boshqa amirlardek hayajonlanib ketmadi. Xatni o'qish bilan qallasida tuyuqsiz paydo bo'lgan bir ishni mulohiza qilayotgandek qiladi. Dedi Ahmad Bek Talba xushomat qo'yliq bilan hejiyib. Sarkarda Muhammad Şeybanxon janoblari haqiqatan bahodirlik martabasiga loyiq ish qilibdi. Boshqa amirlarmi og'zi-og'ziga tegmay Heli Sulton Mahmudxonni Heli Şeybanxonni maqtashga kirishdi. Rost, Sarkarda Şeybanxonning jasorati Rustami dostondan qilishmug'dak deysizlar. Janobi xonimizning shavkati ol sarkashlarning yuragiga vahima solgan gap. Shundoq qudratlik panohgohimizning muborak nomi bitilgan tug' alamlarimizni ko'rganda yo'lbosning yuragini yavagan odamni tuttirmay qolmaydi. Biz azaldan Şeybanxon janoblarining sadoqatidan qilchilik gumonlangan emasmiz. Sarkarda Şeybanxon haqiqatan vafo ahli ekan. Samarqand taxtigohi muborak bo'lsin olilari. Xon lashkarlari xaraj-xarajat oziq-tulikdan qisilib qolsa bo'lmaydi. Jasoratiga ta'sir etadi. Mushundaq paytda ular in'om berib g'ayratini oshirish zarur. Hamdan lashkar mangdirish kerak. Samarqandni olgandan keyin xon lashkarlarini baribir shu yerda turg'izimiz emasmi? Lashkariy kuchni Samarqandga markazlashtirish kerak. Samarqanddan keyin Xurosonni olamiz. Ondan Ironni, Ajam, Bag'dod, Damashqlarga boramiz taxi. Said Muhammad Mirza amirlarning bu xushomat lablarini yoqtirmagan holda kelini qirdi. Ziyoda hayajonlarini besverish qaylar janoblar, dedi u. Bu maqtashlardan o'zini yo'qotib qo'ygan Sulton Mahmudxonga yalt etib qarab qo'yib. Sarkarda Şeybanxonning Buxoroni elib Samarqandga yurish qilmoqchi bo'lganligi to'liq yaxshi ish. Tasarrufimiz kengaysa, saltanatimizning shavkati oshadi. Janob qibligohimizning nom shuhratimi jahonga taraydi. Ammo bu avom ra'iyatning xon vayronchiligi badaliga qo'l kelmasligi kerak. Avom ra'iyat bo'lib talansa, el yurtni kim gullantiradi? Ayg'oqchilarimizning yetkazgan ma'lumotidan qaraganda, Sarkar Şeybanxon qadimi yetganligi yurt aymoqlarni lashkarlarga bulat qo'sibdi. Qatl omjakorlab begunoh avomni qirdiribdi. Yosoq jazo qarshilik ko'rsatgan beg sarkarlarga qaritilish, yosoq jazo qarshilik ko'rsatgan beg sarkarlarga qaritilish kerak edi. Ra'iyat degan begining amriga bo'ysunadi. Uning xazinada sunuq kepaki chog'liq bir narsa qolmabdi degan gapiga kim ishonadi? Ajaba Buxoroda katta shaharning xazinasi shunchalar quruqtilib ketganmidi? Xon lashkarlarga berilgan xarj-xarajat lashkariy devon orqali xazinadan elinib, udulluq yetkazib berilyapti. Faqat o'ksib qolgani yo'q. Kaminamo Sarkar Şeybanxonning lashkariy mahoratiga qoyil. Ammo Buxoroning ishg'ol qilinishini yolg'iz uning jasoratiga bog'lab qo'ysak bo'lmas. Hammalarga ma'lumdir. Xusrav Shoh o'tgan yili Cho'ng Xonzoda Mas'ud Mirzoning ko'ziga nashtar sanjitib, ko'ri qilgandan keyin bu yil 2-Xonzoda Boysungur Mirzoni bag'lar bilan tutib bo'g'ib o'ldirdi. Shuning bilan Mavara un-Nahr vodisi cho'ponsiz podg'ili o'xshab qoldi. Pasibonlardan ayrilgan baglar taraf-tarafga chechilib, yangidan pasibon izlashmoqda. O'shunday foydali sharoitda Şeybanxonning g'albilik yurish qilishi aqlga muvofiq. Uni ziyoda ko'kka ko'tarib, har qanday talablarga ma'qul deyishdan saqlanmoq zarur. Aslida uning qishig'i askariy yurishni nazorat qiladigan xon mufattishi avatish lozim edi. Lekin bu taklifimiz hozirgacha amaliylashmadi. Şeybanxon hozir lashkariy divonga ma'lumot yo'llamas, lashkariy divonning farmonlariga e'tibor qilmas bo'lib oldi. Hadislar bevosita xon oliylariga ma'lumot yo'llaydi. Albatta buni xato degil bo'lmasmi? Ammo saltanat qoidasi har qaysi divonlarning xizmat tartibiga xilofdir.
yo'llagan maktublarga qaraydigan bo'lsak, istilo qilgan yurtlardagi oddiy ra'iyatning ahvolidan bir jumla so'zmi topqilib bo'lmaydi. Go'yo u aşı yurtlarni bulab talashqili yarab bo'lgandek. Avam ra'iyat degan saltanatning asosi. Ularsiz qo'lga olgan toji taxtning uli bo'sh bo'ladi. Said Muhammad Mirza bir necha daqiqa to'xtab oldi. Sarayning ichi jimib ketgan edi. Amirlar boshlarini to'nlarining ichiga tiqib olgan Sulton Mahmud xonning chiroyida norozilik, yoqtirmaslik alangi etdi. Said Muhammad Mirza amirlarning ovoz qo'shmay qasdan jim turganini ko'rib, yana qo'shib qo'ydi. Oldin Qili Jahongir Mirzani qo'llab Farg'ona taxtiga chiqargan Ahmad Tanbal uzun asallarning gepiga kirib, ularning Andijonga lashkar tortib kelgan Bobur podshohga taqobil turish uchun yordamga lashkar chiqardik. Shuncha to'sqin bo'lsa-mu har birlarga kor qilmadi. Natijada Bobur podshoh bilan xon oliylar o'rtasida cho'ng adovat paydo bo'ldi. Aslida og'i inlar o'rtasidagi ishni o'zlari hal qilishi kerak edi. Xon oliylar mo oqsida mushuni nazarga olib, ularni sulhiga da'vat qilgan edi. Oxirgi hisobda Bobur podshoh yana Andijonni inisidan qaytirib oldi. Uning muqobilasiga chiqishga mag'dur yetmagan Uznarsan bilan Ahmad Tanbal oraga sulhi selib, Sayhun daryosining oqsi tarafidagi viloyatlar Jahongir Mirzaga, Andijon tarafidagi viloyatlar Bobur podshohga tava bo'lib butun qilishib, og'i inilar yana yarashib oldi. Natijada ularning buzruk tog'si bo'lmish janobi xon oliylari yomon atoqqa qoldi. Said Muhammad Mirzaning so'zlari Sulton Mahmud xonga ta'sir qildimi aytavur, chondirmagandek o'tirgan bilan xeyli qizardi. Vujudida allaqanday bir pushaymonlik tuyg'ular bosh ko'targan edi. Bobur Sangizar qo'rg'onidan Xo'jandga qaytib kelgandan keyin Andijonga hujum qo'zg'agan edi. Boburning lashkar tortib kelganini ko'rgan Andijondagi bir qism amir sarkarlar Jahongir Mirzadan yuz o'rib, yana Bobur tarafga o'tdi. Shahar aholisimi Boburni qo'lladi. Boburning shiddatli hujumiga bardoshlik bermagan Uznarsan bilan Ahmad Tanbal Toshkentga yoshirin oyg'oqchi avatib, Ahmad Bey Talba orqali Sulton Mahmud xondan yordam talab qildi. Shu chog'da Said Muhammad Mirza buningga qarshi chiqqan edi. Ammo Ahmad Bey Talba Mirza Ne'mat Pasha qatorliq amirlarning saloh qilishi bilan Sulton Mahmud xon lashkar chiqarish farmoni berdi. Ammo Toshkentdan kelgan hamdamchi qo'shin Andijonning qishiga kelmayla Boburning shiddatli zarbasiga uchrab chekindi. Bobur inisi Jahongir Mirza bilan sulhi tuzib, Andijonni ilkiga olgandan keyin Sulton Mahmud xonga xatni avatmadi. Sulton Mahmud xon onalari Eson Davlat qinim bilan Shoh begimning qattiq ayblab yozgan bir poch xatini topshirib olib, xeyli xijil bo'ldi. Ammo o'zini oqlashga sabab topolmadi. Shu kunlarda onalarimo Andijonda turib o'tdi. Sulton Mahmud xonning xiyollarini Said Muhammad Mirzaning so'zlari yana uzib qo'ydi. Shunga bir qism ishlarda oldirab, burnimizning uchini ko'rib hukm chiqarmay, oldi keynimizni o'ylashib, ondan xon oliylarga maslahat, tadbir ko'rsatsak yaxshi bo'ladi. Shu kunlarda inisi bilan yarashib olgan Bobur podshoh hadab cherik to'plab, oziq-tulik taxlab Samarqandga yurish qilishga tayyorlanayotdi. Hozir biz Shaybon xonning talbiga qo'shilib, xazindan aslab xarajat hamdamga lashkar mang'dirsak, ilkimizda Toshkentni muhofazat qilg'idek lashkar qolmaydi. Navoda Bobur podshoh Samarqandga lashkar tortishdan voz kechib, muxolifatchilik tug'ini ko'tarib Toshkentga yurishib qolsa, to'limi yomon oqibatga qolamiz. Balkim har birlari shu topda Bobur podshoh xon oliylarining jiyani tursa, bundaq yuzsizlik qilishga petin olmas deb o'ylab qolishlari mumkin. Lekin bola otasidan taxt tortib olishdan hayo qilmagan yerda bundaq ehtimollikni zinhor nazardan saqit qilishga bo'lmaydi. Oraga ungan adovat, nizo tikanlari kishini har qanday qo'ylarga soladi. Chunki Bobur podshoh zamonasining bahodirlaridan biri. Saltanat havisi kuchli hukmdordir.
Şuna Toshkentda az to'la lashkar turishi bakmi zarur. Yana bir tarafdan ilgirimi ta'kidlab kelganman, hozirmi ta'kidlayman. Shaybonixon saltanatimiz uchun sadoqati sinalmagan sarkardadir. Yani kelib uning ota-bobolari bilan Janobi xonimizning ota-bobolari o'tirisida kelishtirgisiz adovatlar, unutish mumkin bo'lmaydigan xun qisoslar bor. Mushundaq bir sarkardaga saltanatimizning lashkariy huquqini butunlay topshirib qo'ydik. Navoid u tuzkorlik qilib isyon tug'ini ko'tarib chiqadigan bo'lsa, Toshkentdagi lashkarlar bilan uning muqobilasiga chiqmaqimiz basi mushkul. Har holda ilkimizda bor lashkarlarning bo'lsa, tutib turganimiz afzal. Sultan Mahmud Xonga Said Muhammad Mirzoning so'zlari xeyli ta'sir qilgan edi. Aslida u mustaqil hukm chiqarish iqtidori yo'q, boshqalarning og'ziga qarab ish ko'radigan shuhratparast, bo'shang odam edi. Shu topda Bobur bilan Shaybonixon hozirli o'zidan yuz o'rib Toshkentga lashkar tortib kelgandek to'yg'uga kelib, ko'ngliga tashvish tushgan edi. Said Muhammad Mirzo bilan Sultan Mahmud Xonning munosabatining favqulodda yaqinligini esiga elishgan Ahmad Bey Talba, Mirzo Ne'mat Pasha qatorliq amirlar Said Muhammad Mirzoning tishig'i tegib qo'yishdan ehtiyot qilishib, tilini yig'ishdi. Said Muhammad Mirzoning keyingi so'zlari lop urushdan boshqa yarmaydigan bu xushomatchilarning ko'ngliga vahima silib qo'ygan edi. Qabul tamam, dedi boyqi xushalliqlardan asarmi qolmagan Sultan Mahmud Xon qapqini turib. Hurmatli o'quvchilar, 5-kitob mush yerda oyoqlashdi. Ko'ngil qo'yib olganinglarga rahmat, xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.